Yaqinda bir mijozimiz garov bilan bog'liq masala yuzasidan murojaat qilganlar, ya'ni katta miqdorda kredit mablag'lari olingan, kredit ta'minoti sifatida uchinchi shaxslarga tegishli mulk garovga qo'yilgan va bir necha shaxslarning kafilligi bilan rasmiylashtirilgan. Endi kredit qarzdorliklari to'lanmaganligi sababli sudga chiqarilgan, ya'ni sudning qaroriga asosan undiruvga va mulkka qaratilgan va qarzdorlik to'la qoplanishi belgilangan. Endi hozirgi kunga kelib majburiy ijro va sud majburiy ijro va bank xodimlari undiruvni garov mulkka qaratib, garov hozirda auksionga chiqarilgan. Garov mulki sotishdan tushadigan mablag'lar qarzdorlikni to'la qoplash uchun yetarli emas va bu holatda o'sha bank xodimlari va majburiy ijro xodimlari uchinchi shaxs, ya'ni garovga qo'yuvchidan qarzdorlikni to'la qoplashni talab qilyapti va bu holat qonuniymi degan savollar tug'iladi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bo'yicha majburiyat masalasi bo'yicha bir necha shaxs majburiyatni o'z bo'yniga olishi mumkin va bu yozma tartibda rasmiylashtirilishi kerak va o'sha holatdagina kreditor qarzdor bo'yicha majburiyatni to'liq barcha shaxslardan, majburiyat olgan shaxslardan to'liqligicha talab qilishi mumkin. Bu ya'ni nima degani? Aytaylik, kredit shartnomasi rasmiylashtirilayotganda qo'shimcha qarzdor sifatida shu garovga qo'yuvchi shaxs kiritiladigan bo'lsa, mana bu holatda garovga qo'yuvchi shaxs ham to'liqligicha javobgar hisoblanib, qarzdorlikni qoplash uchun butun mol-mulki bilan javob beradi. Xuddi shuningdek, kafil ham xuddi shunaqa majburiyatni oladi, ammo garovga qo'yuvchi majburiyat bo'yicha to'liq boshqa mol-mulklari bo'yicha ham javobgar hisoblanmaydi. Garovga qo'yuvchi faqatgina uchinchi shaxs bo'ladigan bo'lsa, unda faqatgina o'sha aytilgandek garovga qo'yilgan mulk bo'yicha javobgar hisoblanadi. Ya'ni mulk qancha summaga ketadigan bo'lsa, o'sha summani hammasi majburiyatni qoplash uchun sarflanadi. Agar o'shanda ham majburiyat qoplanmay qoladigan bo'lsa, buning uchun uchinchi shaxs, ya'ni garovga qo'yuvchi javobgar hisoblanadi. Ya'ni bu holatda bank va majburiy ijro xodimlarining talabi noqonuniy hisoblanadi va shunga qaramasdan agar majburiy ijro xodimi uchinchi shaxs garovga qo'yuvchidan garov mulkidan tashqari yana boshqa mol-mulklariga yoki shaxsiy mablag'lariga undiruvni qaratadigan bo'lsa, mazkur holat yuzasidan shu shikoyat tegishli organlarga, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish orqali ushbu noqonuniy harakatlarni bartaraf etish mumkin bo'ladi. Agarda sizda ham xuddi shu va shunga o'xshash holatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa va boshqa yuridik muammolar vujudga kelayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.